İsa Alkün. Yaqinqi bir qancha haftadan buyon qiladigan ishning ko'pligidan uxlaydigan uyqumu azlab ketgan edi. Haftalab aldirash ishlash davomlashavergandan keyingi yetgan harg'inlik sizni ajoyib izvetidi ekan. Bugun shu harg'inlik menga qattiq yetdimi, baldur uxlab qoptiman. Men tatliq uyquda. Ammo yuragim siqilib, nafsimning bo'g'ilayotganligini sezyapman. Asli bu rohatsizlikni to'yib kelayotganimga necha yillar bo'lgan edi. Yaqindan buyon bu o'lgur jonning rohatsizligi meni shafqatsizlarcha qiynashga boshladi. Odamning doim buruqdim, ruhsiz, kayfiyati tuvan bo'lishimi bir xil kasallik hisoblanadi ekan. Bu kasalning dardini cho'ng bo'lgan siri bilyapman. Burtum xat tortgandan buyon bu dardimga davo tepish uchun sabab izlab talay yulduzsiz kechalarni ko'z yummay o'tkazib etdim. Tabiatning sihiyligini bag'ishlagan, sabiylikka va tatliq tuyg'ularga boy bolaligimni har vaqt seg'inaman. O vaqtlarda bizga na televizor, na yonfon, na kompyuter, ishqilib bu zamonning rangdor jodugarligi bizni o'z sehrlari bilan bog'lab turmaydi. Biz o chog'larda ruhliq va erkin edik. Bizning mahalladagi bolalar sutdek oppoq oy to'lgan oydin kechalarda mahalla sirtidagi qumbarxonlar orsida kulib tiliqib, yugurib terlab, toki biz yerib holimizdan ketgucha o'ynaydik. Oynaydigan o'yinlarimiz mı ko'p edi. Aq ustixon, mükü-mükülam, harbiy dushman, chambashchilik qatorliq nurg'un o'yinlarni o'ynaydik. Hey, endi bu zaman o'zgargan o'xshaydi. Balalik vaqtlarimizda o'ynab charchagan bo'lsak, endi cho'ng bo'lganda kelgusining g'imini yeb, to'li o'ylab charchab ketib boramiz. Men yaqindan buyon ajoyib esil bir narsani tepib oldim. Uning bahosi yo'q. Haqsiz. Siz bilamsiz, u nima? U mening uyim. U mening taxminan 4-5 kilogram keladigan, shakli qopoqqa o'xshaydigan kallamning ichida. Men uni har kuni qopoq kallam bo'sh bo'lgan chog'da qattiq ishqa solaman. U men uchun bosh oxiri tilsim bu dunyoni kezidi. U men uchun har qanday ishlarni qila oladi. U dunyoda hech kimdan qo'rqmaydi. Dushmanlariga g'azab, do'st yoralarimga mehr muhabbat yetkazoladi. Men uning uchun bosh to'lmayman yoki soqchixona berib tizimga oldirib yurmayman. Va yoki tekshirish punktlarida kimni ko'rsatgandek ko'rsatmasam bo'ladi. Chunki uni mendan boshqa hech kim bilmaydi, ko'rolmaydi va mendan tortib ololmaydi. Shunga men bu o'ylarimni rohatlanib beg'am suralayman. Qani, nafsim bo'g'ildi deb katakka o'xshab ketadigan bu uyimda g'eribsinib o'ltirmay, shu o'ylarimni surib baqaychu. Bir dilli ko'z oldimda muqaddas palakni so'ygan ko'p osmon yo'ridi. Ufuqlarni bulut bag'ishlagan ko'p zamin ko'rindi. Men ko'zimda yo'rg'an bu cheksizlikka mahkum olamda burkut bo'lib parvoz qilmoqdaman. Endi mening rostli burkut bo'lib yashag'im keldi. Odam burkut bo'lib yashsimi bo'ladi ekan-ku? Burkut.
O nima degan qahrlik. Ko'zlaridan jasoratning nurlari yanadi. U erkin, xolis uchidi. Xolis qiyo tashlarga qo'nadi. Onun hayatlıqlığıda ne dövlət, ne çigra, ne şəhər məhəllə tuzaqları bolsun. Onunğa pasport, kimlik, kinişke, yol xəti degəndə qağazdan yasalğan nərsələr lazım emas. Çünki Bürküt bütün dünyanı özünün üyü dəb bilidu emasmı? Bürkütlər zamanıda büyük karvallarının ödüğü bolğan bu ləngar bugün hay, katta bir şəhər. Mən şəhərə kirdim. Amma mənə natunuş tillarda sözləşidigan adamlar dengizida özümni yo'qotdim. Uyg'urcha, ovozimning boricha men bu yerda yashayapman, yashayman. Men bu yerda mavjud deb varqirdim. Mening ovozimni kishilar anglagandek qildi-yu, ammo mening zodi nim deb atganligimni tushunmagandek, menga parvomi qilmay yo'lroq ketaverishdi. Bir chog'larda bir tar ko'chada odamlar meni qistab, ishtirib tugdek bir hojatxonaning oldiga olib qo'yibdi. Allohga ming shukrlar bo'lsin. Menga bu hojatxona lozim edi. Men uning ichiga kirdim. Eshik yenidagi hojatxonani boshqurdigan yeshi cho'ng bir odamga o'z hojatimni boshqa tilda aytdim. U odam mendan avval kimligimni ko'rsatishni so'radi. Ko'rsatdim. Ondan keyin hojatxona haqqi uchun 2 yuan pul to'lashimni aytdi. Pulni to'ladim. Axir bir qancha turli rasmiyatlarni bijirib, hojatimdan vaqtida chiqib oldim. Hojatxonadan ko'chaga chiqqanimda kishini saskandirdigan badbo'y puroqlar butun badanimga qong'uch singib ketgan edi. Men yana shu odamlar dengiziga aylangan ko'chaga kirib g'oyib bo'ldim. Ko'z oldimdagi bu ko'rinishlarga chidab bo'lolmadim. İki quloqni yerib, 4 qilg'udek kanaylardan chiqayotgan men tushunmaydigan g'alati ovozlar. Vah, tig'i 4 putliq temir maxluqlarning turib sat ovozda chirqirab qo'yishlarini bildim. Bir zamonlarda bu yerlarda karvon ot to'ygilarining tuyoqlari ostida barpo bo'lgan chig'ir yo'llari izlari rasmlarga tortilib yoki tasavvurga boy rassomlar tarafidan sizilib, olimmi burun odamlar o'zlarining o'tgan kunlarini eslash uchun yasagan muzey deb atiladigan bir yerga bandit qilingan edi. Men bu g'alatilik to'lgan ko'chalardan shundoq tizilib bezor bo'ldim. Chunki nervlarim butunlay bo'g'ilib, o'y fikrlarimning iqtidori xiralashishga boshladi. Men shu xiralashgan o'ylarimning eng oxirgi tasavvur kuchini ishga silib, uyimga tinch omon qaytib kelib oldim. Bu chaq olammi burun kashf bo'lgan edi. Men uyimning dariza pardalarini ichib o'tib, yulduzni ko'rgil bo'lmaydigan kecha osmonga tikildim. Burkutlar parvoz qilgan ko'k osmon mana hozir qorong'ulikqa mahkum edi. Bugun oyga qancha? Oy qachon chiqadi? Kun qachon chiqadi? Bu qaboq kallamda bu haqda hech bir uchur yo'q edi. Bu bir jup qora ko'zim ajal oldida nuri piltilab uchaydayotgan buvayning ko'zlaridek shahar qorong'uligi ishida pildirlaydi. Men bir chog'larda momamning obidiyan ishgan odam kunduzi yulduz ko'rarmish deganini anglagan edim. Ammo to'limu afsus. Mening bu kechada hozir ko'rayotganim
ras yulduz emas. Yulduzga o'xshab ketadigan, bir xil qizg'ish nurliq ko'rinadigan, to'xtamay uyoq-buyoqlarga pirqirab, aylanib uchadigan sun'iy yulduzlar edi. Qaraganda mening birdan-bir huzurlanadigan bu ko'k osmonimmi o'zining jalbkorligini yo'qotib, bulg'anishga boshlagan o'xshaydi. Buni shahar nur bulg'anishi deb ataymiz. Bir mezgillik sukutdan keyin uyum yana men uchun jahonkazlik qilishga boshladi. Tongmi qizardi. Quyosh yana sharqdan chiqdi. Tabiiyki, har kuniga o'xshash yana g'arbga berib patadig'ini muqarrar. Uyum o'zidan so'radi. Nimishqa kun shimolda chiqib, janubda patmaydi? Nimishqa oyning 12si yo'ruq, 18i qorong'i bo'lmaydi? Men saharning sap havosida qanotlarimni toza bir silkitib, ko'k osmonda sho'ng'ib uchishga boshladim. Ko'zimning o'tkirligi shu qadar ro'shanki, ko'chadan o'tgan qora chashqonlarnimi, bilib bilmay bir-birlarini do'rab qavaydigan ishlarnimi farq eta oldim. Tova. Oxir zaman bo'ldimi nima? To'satdan oldimda menga o'xshaydigan, ammo pastda mendan necha hassa cho'ng bir gigani temir burkut udul menga qarab uchib kelyotdi. Men shu an uchish yo'nalishimni tezlikda o'zgartib, ota makonim bo'lgan egiz tog'larni nishonlab, pastga qarab tez suratda sho'ng'udimda, tik qiyo cho'qqilar orasida bu kasofat temir burkutning ko'zidan g'oyib bo'ldim. To'vdab qanotlarimni ochiq tishladim. Rahmatli buvam hayot vaqtida menga bu temir burkutlar to'g'risida nemishqa aytmagan bo'lg'iydi-ya? Vujudimni barg'ancha xo'rliq tuyg'usi chirmib oldi. O'zimdan o'kindim. Isid, mening burkut bo'lib tug'ilib qolganim. Endi bu ko'k osmonimni menga tava bo'lmasa, xohlagan vaqtda ucha olmasam, qo'na olmasam, to'shqon emas, chashqonlarni xohlagancha tuta olmasam, men o'lgur. Non qipi burkut bo'lmay nima? Ajabmi to'ydim shu odam degan ochko'z maxluqlardan. Bundan keyin o'zimni burkut emas, to'rg'ay deb atsam bo'lg'adek. Ammo o'ylarim bu realligimga tan berdigandek emas edi. O'ylarim davomli burkut bo'lib xiyollarga g'arq. Mening ismim yanili burkut. To'rg'ay emas. Men kaptar ham emas. Sen odimiy maxluqlar hargiz burkut emas. Men osti liqmiliq sanlar bilan to'lgan. Ustida temir burkutlar uchadigan, kechalari yolg'on yulduzlar chaqnaydigan bu ko'rinishdan ming marta bezor. Mening ko'k osmonimni sanlar tortib olishding. Mening yulduzlarga liq to'ladigan nurliq kechalarim qani? Sen odamlar hammani vayron qilding. Senlar hammani yeb quruqdaydigan yajuji majujilar. Sen biz burkutlarning makonini qaytirib ber. Bo'lmasa bolalarimni chashqon o'rnida o'laymiz. Deb g'azab bilan burkut o'ziga zarlab shikoyat qilmoqda. Shu qadimgi temir burkut xabalığıdan keyin bu odimiy maxluqlar tarafidan egilinib bo'lgan yozliq o'rdamni tashlab, egiz tog'lar orasidagi qishliq o'rdamga ko'chib ketdim. Ta
Bürkütler cemiyetining iftixorida. Bu yerga kelgandan keyin ruhim boshqacha ko'tarangi bo'lib qoldi. Kaptarga o'xshab qoladigan shahar mijozim asta-asta yo'qashga boshladi. Xalqlar bulbulga bog' burkutga tog' yarishidi deb asli bekor aytmabdi-kanda. Buvammi bir chog'larda menga o'zining yiroq bir avlodlarining tog'larda yashaganligini aytgan edi. Atamning tig'i. Havosi saptog'. Bu yer shu qadar sap, shu qadar jimjit. Biz burkutlarning kengri qanotlarini hamisha suyib turadigan g'urg'ur shamollari cho'tig'i. Men tosh qal'arimdan o'qdek sho'ng'ib uchib chiqdimda, qanotlarimni kengri yeyib, bu tog' makonim ustida yo'qotqili uzoq bo'lgan xo'jayinlik lazzatini surib parvoz qilishga boshladim. Endi men necha vaqtdan buyon tashna bo'lgan ko'k osmon mening edi. Men asta-asta yuqori o'rladim. Bir chog'larda o'zimni oq bulutlar ustida ko'rdim. Ostimda oqbosh xon tangri cho'qqisi men uchun oq liboslar hozirlagan edi. Hayot asli go'zalkan-ku. Har kim o'ziga tava o'z makonida yashasa bo'ladi ekan-ku mana. Men bu minutlarda o'zimni shundoq baxtli bir burkut deb bildim. Mushu daqiqalarda mening jamiyatimdan bo'lgan barliq burkutlar mushundaq baxtlarga men bilan tang sherik bo'lgan bo'lsa edi-ya. O'zimni qushlar dunyosidagi eng baxtli bir qush deb bilgan bo'lardim. Deganlarni xiyolimda kechkizdim. Ko'z oldimdagi tabiatning bu pokligini ko'rib, shu qadar hayajonlanibdimanki, o'zimni tutib ololmay yig'lab tashlabdiman. Ammo yig'labmi, qattiq yig'labdiman. Nurluq ko'zim shuni aynan ko'rdiki, haqiqiy baxtning qadrini bilgandan keyin to'kilgan mamnuniyat, kelgusiga umid, ishonch va jasorat bilan yo'g'rilgan bu xushalliq yoshlarim Tangri tig'ining taskay tarafidagi oq bujg'un chiqirib hayvi bilan eqiyotgan Ili daryosining qaynamlariga. Kungay tarafda bo'lsa, qojirg'an zaminga zamzam suyi kabi hayotlik ato qilish uchun eqiyotgan azim Tarim daryosi tamchilmoqda edi. Men shu minutlarda o'zimni unutdimmi yoki uyum meni unutdimmi, har ishkilisini bilmadim. Yig'i bilan yostiqdan beshimni ko'taribdiman. Yostiqim ko'zimdan oqqan nadomat yoshlari bilan ho'l-ho'l bo'lib ketibdi. Tova, men burun mundaq yig'lab boqmagan-ku. Men Moskva ko'z yoshiga ishonmaydi degan haqiqatni yaxshi bilardim-ku. Uy ichiga qizg'uch quyosh nuri tushib turadi. Men ho'l qilgan yostiqni quchoqlab, tushlarimni aslab bir mahal sukutga patdim. Yondagi uydan mashina odamlarining boshqa bir tilda qilayotgan gaplari. Bomba o'qlarning etilgan pong-pong, guldir qaras partlash ovozlari qulqimga kirishga boshladi. Esimga to'liq kelib o'ylab baqsam, bu asli bolalarimning bugun sarda turib o'ynashni boshlavatgan kompyuter o'yinidan kelayotgan ovozlar ekan. 2014-yili 12-dekabr Londonda yozildi. Bu hikoya shu vaqtda Bag'dosh to'rida e'lon qilingan.
Manba Alkun Tori.